Nozimjon yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilab fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmang, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yuguramiz konsovga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'madalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Etta bilan turib olib qichqirmang, obadicha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq olsa bitta puf deb qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rniga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yaqda silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni to'y bola. Yes, tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj olvorasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan noy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroydan. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayski masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yubordingiz, xo'roz bola. Buya, meritokrasiya. Amina seksi babela. Buya. Xonsaroy kompaniyasining Muhabbat shahri loyihasida boshlang'ich 20% to'lovni to'lab, qolganini 50 oylik muddatda bo'lib to'lashingiz mumkin. Ana, zo'r bo'pti mana, xalq qo'ylabdi-da. Hosilni yig'ishtirib, moshni sotib, olamiz bitta, qo'shni bo'lamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Kusiyaptimi bu? Nima bo'lyapti? Ha, qo'yor, o'zi nogiron bola ekan. Kimni nogiron deyapsiz, boboy? Normalniy bo'lamanmi? Endi tushib gaplashsak bo'ladi. Nima bo'lyapti? Nima qilyapsiz? Hurmatsiz biling. Menga qara, meni qo'limcha ketma o'shab qotib ketgan. Qulog'ingni burab qo'yaman. Ovozdan river eshitasan, tushundingmi? Yoshsiz hurmat qilib turman, nariroq turing. Nima qilasan? Olishasanmi? Ha? Ber, sumkani ushlab turaman. Sumkani ber. Sumkam yo'q-ku. Maktabda sumka sho'r o'rgan qolib, qarashar bo'pti. Nima bo'lyapti? Hurmatingiz bor sizni. Sani hurmati yo'q bo'lmasa, bir tiyin bo'lasan. Hurmatingiz bor, boboy. Qodir, hurmatingiz bor deb urgunda tegar ekan. Uka, hurmating bor, uka. O'zingga keldingmi uka? Bu jentra minyapman degan zo'rman degani emas, o'zingni bosib olgin. Ispaniyada yotib olgandek haydasang, o'tirib haydasang bo'laveradi mashinani. Boshim yomon o'ryapti. Sizlar bilan militsiyaxonaga gaplashamiz. Aytdim-ku, bu hali turishni terapiyla bolaga o'xshayapti dedimmi? Adashma. Matapila. Qanaqa matapila? Terpila. Ana, bilatda o'zini kimligini. Bir mushga yarab berolmadi. Hozirgi yoshlar nimjon nima yeb katta bo'lyapsan-ku? Masalan, men sushi, chichivitsi, musko kaprisni yoqtiraman. Musko odam kapriz bo'lmaydi, qo'y yog'ini bosib yeyish kerak uka. Ana, nonga qo'shib qo'y yog' zo'r ketar-da, esingdami? Shakar choy bilan ham zo'r ketar qo'y yog'i. Pishgan qo'y yog'iga xom qo'y yog'ini aralashtirib yeyorsa ham zo'r ketardi-da. Nima, faqat qo'y yog' yegansizlar? Boshqa narsa bo'lmaganda yegan. Mazalari qochib qolmaydi, faqat qo'y yog' yegandan keyin. Maza qochib qolsa, qo'y yog'idan sutlab qo'yishardi, yaxshi ketardi. Bo'ldi, amaki ketdim, yozib berdim. Yo, to'xta. Sal o'zing kel, keyin ketasiz. Juda bir nimcha, bir shug'ullanib turishim kerak ekan-da. Biz yoshligimizda rosa shug'ullantirishardi. Hali odam qolmasdan itlarga qo'yib berishardi, it bilan urushardi. Yo'q-e? U shitimi emas, meni otga qo'yib berishgan. Nima bo'lgan? Teng chiqqanmiz. Ana, ko'rdingmi? Mayli boboylar, men ketdim. Atak o'qizib qo'yardim, prosta hurmatinglar bordi. Bu yoshlar o'ziga o'zi tilab oladi-da shunaqa qilib. Quvlaymi orqasidan? Quvla solamiz, ammo hurmatingiz bor deb solamiz biz. Ketdik. Ha, Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsa. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bilding sen o'g'illigini? Hali qo'ling chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz.
emas-ku. Lekin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir opa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor lekin UZIda ko'rsatamiz. Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-bit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jiguliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Bo'lsa. Tug'ilvasin bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida UZIda bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor-ku. Mana shilmi kelib ketaman. Tepyaptimi? Bo'lib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkiladi. Da onani qornining sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Ha, gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi buni noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyiqa emasmi? Yo'q, to'g'ri bil. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxir borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjo'ra to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangini ko'rishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xal. Zayn qilib qo'y-qo'y. Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim o'g'il mana deb. Ya oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men yashirib. Qanday bildinglar? Rahmat aka. Ishingni yopma, ishingni yopma. Oy, vallahi oyoqni qaynatish kerak. O'ta kirasata. Oyi, topingman, qaysi o'g'lingizman? Ya Ozodbek o'g'lim. Qatdan bilib qolurasiz, oyi? Ha, oyog'ingni hidi birinchi o'zingni oldin kirib kelgandan keyin bilaman-da. Fu! Bor aptekaga borib, bu narsa olib surgin oyog'ingga. Yangi yilda yana sharmanda qilmagin. Hop, mana gulingiz oyi. Yo'q, aytma. Yaxshi qiz, tuzukmisiz? Sizni ham oyog'ingiz sasiydimi? Yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Kecha meni to'yim bo'ldi. Erim tabletka ichadigan narkoman bo'lib chiqdi, uydan qochib ketdi. Narkomanlardan qo'rqish kerak. Sen hozir mana unga kirasan, pasportim, pullarim, telefonimni olib chiqib berasan, keyin men chetga ketaman. Tushundingmi? Assalomu alaykum, elektrik edim. Shu uchun rasmga olsam maylimi? Gap. Assalomu alaykum. Svetdan keldim. Shuchi rasmga olishim kerak edi. Sheriging olyapti-ku. Bu rayonga men o'zim qarayman lekin. Mana. Kir. Kravatni sho'chilik almashtiryapsanmi? Ke. Duxbona, yaqinroq. Qale. Yeb. Oke, yoshimda onam tashlab ketganlar. To'g'ri. Adam yomon ko'radilar va velosiped olib beradigan deb olib bermaganlar, oke. Eski liniyada qolib ketibdi-yu bu. Mana shu ishni bekor qildik.
bechora bola qolib ketdi-ya. Chiqib bo'lib qolmasin-da. Men mana 30tasini yoqib tugatdim. Hali kelmadi. Bu yerda bir gap bor. Xotinimni qattan taniysan? Pasportini nimaga olding? Gapir. Sabzi bilan men ham gapira olmayman. Brat, o'lagar. Xotiningizni tanimayman. Qizim, shu yerda oyoq sasiydigan bolani ko'rmadingizmi? Kimni oyog'ini hidlab ko'rmadim. Sal dovdirroq bolani-chi. Ha, u meni uyimga menga yordam bergani ketdi. Hozir gapirasan. Och o'zingni. To'xta baq qara. O'g'limni qo'yva. Nima? Voy og'zingdan qoning kelsin, satmassin. Battar bo'l narkoman. Shunaqa ham tinch xonadon bo'ladimi? Ko'z tegmasin. Voy bolam, seni nima qilishdi bolam? Bolam, ko'zingni och. Voy o'zingga ke. Voy bolajonim o'zim, voy nima chiriksan ke? Voy yurtir bolam. Seni atinam, oningdan meni topolmaydi. San qaqqa. Kechirasiz O'tkir aka, o'g'il bola bilan qo'l berib ko'risha olmayman. Uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Yixti, buna qizlar umuman qolmagan deb o'yladim. Keyin o'tiring. Siz meni balki ideyamdagi qiz ekansiz-da. Men sizga bitta gap aytmoqchi. Voy, yaxshimisiz? Zo'r, o'zinglar yaxshimisizlar? O'tkir aka tanishing, bilaman, o'g'il bola o'rtoqlarim. Qanday kuyov bola? Assalomu alaykum. Keyin Nilufar oldiga o'tiring. Uzr O'tkir aka, ayol kishi mashinaning oldiga o'tirmaydi, uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Ana shunaqa qizlar balki ko'p bala bo'lsin. Haydavringmi? Hayda. Bugun mazza qilayapmiz. O'tkir aka bo'ldi, bu yoqqa o'zim yetib olaman. Odamlar ko'rsa noto'g'ri tushunmasin. Uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Endi sherdami? Yo'q, o'rtoqlarim uyi. Hey, Nilu, tezroq bu. O'zingiz uyingiz yo'qmi? Bu Samarqandda yagona bo'lgan 5 gektarlik yuksalish guruh kompaniyasining Infinity loyihasi bo'ladi. Bu yerda 100 dan ziyod kottejlar, maktab, bog'cha, tennislik kort, xullas inson uchun kerakli bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Odamlar maza qilib dam olishcha 2-qavatda bulvar zonasi, 10-qavatda joylashgan Infinity basseyni ham bor. Yana bir zo'r tarafi domlardan, kottejlardan boshlanish to'lovsiz o'zini pulini olmushaga bo'lib to'lashga olsa bo'ladi. Agar u bola jo'rlansa, mashina uy olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, Anvar Temirov Instagram kanalidagi link orqali 16-mart kuni bo'layotgan onlayn tadbirda qatnashish kerak. Yo'q, ularga u shart emas. Hammamiz Xudo bergan uyda birga yashayveramiz. Ha, birga yashaymiz, bir oilada yashaymiz. Birga yashaymiz. Bitta o'g'il bola o'rtog'ingga ham. O'tkir aka, uy sizgamidi? Assalomu alaykum. Uzr, o'g'il bola bilan qo'l berib ko'risha olmayman. Tarbiyam shunaqa. Abbo, sizlar faqat qo'l berib ko'rishalmaysizlar, qolgan hamma ish qilar ekansizlar-da. Qurisin ham